aralığı 8 gün ötü. Hazreti Abu Bakr radıyallahu anh'ın birgelikte to'yini minib olib, o'sha yoqdan bu yoqqa bet olib kelganman. Savur degan bir o'lkada Mekkaga borsangiz aljanlarni bor, ko'zingiz bilan ko'ramiz. Butimiz bilan aljanlarni bosamiz. O'sha o'lkada payg'ambar 3 kun yaxshilab turdi, g'ayrat chekdi, uyine bordi, hamdanda boshqa qildi, keyin yo'lga chiqdi. Yo'lda kelib Quba yoqqa borib aljanda turdi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi kunlar juma kuni bet olib yo'lda juma o'qib, ana keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam to'yning tizginini bardig'i Medinaliklar bardig'i payg'ambarni kutib turgan edi. Sebab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yoqqa ko'chib kelgangacha, yana sahobalar bu yoqqa kelgangacha Medinalik el islomni 3 yil burun islomni qabul qilishgan edi. O'shaning ichida bularning ichida islom ta'lim tarbiyati berib, bir yil bu yoqda Mus'ab ibn Umayr degan sahoba bu yoqqa kelib Allohga islomning dinini o'rgatib, ta'lim berib, bularning bor ichki dunyosi payg'ambarimizga bo'lgan suyusi aşıp to'lqinlab oxiratga bo'lgan umtilusi jashoning bag'itini maqsadini to'la tushunib bular engsib turganlar qachon shunday butkul olamning merimi baxtlilikning sho'lasini olamga joylagan odam qachon bizga ko'chib keladi ekan degan bularda insi bor. Vardı işte cürevini engsib turgan payg'ambar alayhissalom kelayotganda vardig'ini g'alosi shu payg'ambar meni uyimga kelib tursa ekan. Mening uyimdan joy olsa ekan. Sebebi Medinaliklar Mekkadan ko'chib chiqib kelgan har bir erkak ayol o'shalardan bardig'ini joy berishib, tomog'ash berishib, bardiq muhtojliklarini qamsizlagan.